Assalomu alaykum yaxshilar. Oshxona uyni yuragi kanaliga xush kelibsiz. Bugun chiroyli salat tayyorlashga harakat qilamiz. Aynan mehmonbob salatlardan biri. Birinchi bo'lib kartoshkani qaynoq yog'da qovurib olamiz. Undan so'ng bo'lsa qaynatilgan mahsulotlarimizni birin-ketin to'g'rashni boshlaymiz. Ikkita tuxumni somoncha shaklida to'g'raymiz. Va idishga solamiz. Go'shtni ham qaynatib pishirilganini somoncha shaklida to'g'rab oldik. Uni tuxumni ustiga solamiz. Bodringni ham somoncha shaklida to'g'rab, yana uni ham idishga solamiz. Azizlar, qaynatayotganingizda lavlagini alohida qaynatish esingizdan chiqmasin yoki boshqa sabzavotlarga rang yo'qib qolishi mumkin. Demak, qaynatib pishib sovitilgan lavlagini ham qirg'ichimizni katta, aynan mana shu katta tishi yordamida chiqazib olamiz va boyagi mahsulotlarimiz ustiga solib qo'yganimizdan keyin keragicha mayonez solamiz. Mayonezni aynan Maxeyev deganidan ishlataman. Demak, mayonez solib, aralashtirib, bir xil massa bo'lgandan keyin chiroyli qilib yasatib dasturxonga tortamiz. Ustiga esa salonkalarni qo'yib qo'yamiz. Da-da-da-dam! To'g'rimi polvonim? Yonimda menga yordam bermoqda ovozlashtirish ishlarida. Aytmoqchi, pishirish jarayonida ham yordam berdi. Demak, azizlar, videoni tagida har doim retseptini, Instagram manzilini va Telegram manzilini ham yozib qoldiraman. Agar savollaringiz bo'lsa, bemalol Instagram orqali murojaat qilishingiz mumkin, ya'ni direct orqali kutib qolaman. O'zingizni sog'-omon saqlang, kulib yuring. Xayr azizlarim.